Mashinaga prankalar $1 bosib, qaytib olib so'm bo'lsa mankaga. Kishini juda ham yaxshi bilasiz, agarda dilim og'risa deydi-yu. Ulug'bek Mirzo akamiz taklif etdi, chiroyli qarsalar buni. Alloh shu kunlarga yetib yoninglar og'amiz. Kuyov bola baxtli bo'ladi. Har narsadan kechmoq mumkin, baxtdan kechib bo'lmaydi. Ko'p jahongir ko'rgan bu dunyo. Barchasiga guvoh yer osti. Shashilchilar menga o'xshab og'ushdan ochib 70 yil ketgan ham baqirib chaqiradi. Lekin do'stlar sher aqli aro jahon yeri kam bo'lar. Eshitasizki nazmi saroy titratadi zanjirdan bir sher. Timur tiri yetmagan joyini qalam olib alishi. Dunyo bo'ldi shamadim bilan. Kecha oqshom san'atkorimiz albatta o'zining ijtimoiy tarmoqlari juda ham bir mashhur ketgan G'ayratbek Mahmudov chiroyli qarsalar bilan taklif etaylik. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Zoyatdan qadamlarni tayyorlagan aziz mehmonlar, xush kelibsizlar barchalar. Bugun mana Nazarbek akamizni to'yda Nazariyatda yig'ilib turgan ekanmiz. Nazarbekda Nazarbekda Mazarbek. Ha, bo'ldi. Ko'p vaqt tilaymiz. Biz ham endi ko'p aytib bitta aytamiz biz ham. Tayyormi orqada? Tashkillarga ham yetkizsin. Endi hozir bitta narsa aytib ketaman. Boshida yigit turmushchi bo'ladi. Qiz bo'yvachcha bo'ladi. Yigitni burni futbolda sinib qoladi. Yigit 4 yoshga boradi. Qiz bir qator aynib oladi. Oxiri to'y bo'ladi. Endi hozir bir ikkita gaplar eshitib qoldim. Mana arqa tomonlarda bo'ri paydo bo'lib qopti. Hushyor bo'linglar deyishyapti. U bo'rini boshida do'ppisi ham bor ekan. O'shanga hushyor bo'lasizlar. Lekin ko'ldilar boya sher ham keldi. Ko'ldilar. Yo'q, lekin bitta narsa bo'linglar. Biz ham endi oddiy xonaqoni emasmiz. Japsi bo'ri sher bo'lmasa ham sevgidan kelgan cheyaveramiz. Baxtliimiz Nazarbek. Kelasizmi? O'ng'ora kassaga ham kelmaydi, futbolga ham kelmaydi. Mana pul qistirgani keladi mana. Bekar kelyapsizlar-da. Ya, bo'pti endi. Ha, yo'q. Hozir anaqa virus chiqqan qo'lga bersa, chata. Rahmat, to'xtab turing Nazarbek aka. Men kelingiz nima qochib ketyapsiz aka? Gaplashaylik siz bilan. Bu bolani uylab olish ham oson bo'lmayapti. Ishoninglar, o'tgan yil kassani ham shu bolaga berdik, to'y qilaman. Bu yilgisini ham berdik. 30-yilgacha bolaga kassani pullarini hammasini berdik mashallah. Aka to'y qilaman dedi. Chap tomonim og'irlashib qolyapti kerak. To'y tomoniga qo'yinglar. Bo'ldi, orqaga solmasanglar bo'ldi. Orqaga solmasanglar bo'ldi, rahmat. Shu tomoni bor. Yo'q, unaqa muammo ham.
o'zi yani kiyov oshqib beraman akasilarga deydi. Hozir men kelgandan keyin aka odamni ko'ryapsiz, ko'payib ketdi, kiyov oshqib bermay qo'yay dedi. Shunga kiyov oshini pulini chiqaryapman hozir men. To'g'ri tushunasiz. Bu bolaga men qo'yib qolaman. Mana shu nazar berdi. Yaxshi zo'r bola deganlar bitta qarasa josinchi bitta. Haqiqatan zo'r bola. Bu bolani hayotda umuman dushmani yo'q. Ishoninglar, mana menga aytgan, menga yoriladi-yu. Aka degan. Uka dushmaningiz bormi? Yo'q dedim. Mobodo dushmaningiz bo'lganda, dushmaningizga nimani ravo ko'rar desam, aka dedi, dushmanim ham dedi. Uyni oldida 3 tadan mashina turishini Xudodan so'rardim dedi. Qo'yib qolish kerak, qarsa chosamiz deydi. Dushmanimning uyini oldida 3 tadan mashina turishini Xudodan so'rar ekan. Qanaqa mashina desam, Skoriy Pajani velisa deydi. Lekin ukam kiyinishda yo'raveradi lekin. Ishoninglar, mana bu men havas qilaman. Men mashq boladan o'rganganman kiyinishni. Yo'q, rostdan sizdan katta bo'lsam, sizni kuzatib yurib, oldin yeni profillarimdan like bosib. Ha, mashq bolalarni mana to'yga bitta kiyim, qarang. Futbolga bitta kiyim, tadbirga bitta kiyim, oshga bitta kiyim, quvasa bo'lmaydimi deyman. Doim mashq kiyim. Ya zo'r bola bu. Dushmaniga ham 100 yil umr tiraydi bu bola. Ishoninglar, dushmaniga 100 yil umr tiraydi. Qanaqa desam 50 yil qamoqda, 50 yil banisada. Endi bu ukam mendan bitta narsani doim iltimos qilib yuradi. Aka, mana shuncha san'atkorlar kelyapti, hammasi qo'shiq aytadi. Siz cho'maganda she'r aytib berib keting degan. Shunga endi ancha she'rni so'ragan ukam. Ana, bor ekan. Men haligi san'atkorlarga o'xshab boshlab qo'yaman, bunday qilaman. Haligida muzikalar bormi aka? Hali she'rda aytamiz, endi she'r aytamiz. Chiroyli fon. Bormi endi biz aytaylik endi. Ko'p aytib bormiz. Qo'lingdan kelmaydi meni unutish. Hayoling tubida yuraveraman. Muhabbat nima deb so'rashganda, esingga faqat men kelaveraman. Ayningni o'zing emas meni ko'rasan. Endi bu eskisi bu, yangisi bor. Hali hech qayerga chiqmagani bor, yangisi bor. O'sha mashhur shoir bor, joylar jannatda bo'lsa, Muhammad Yusuf marhamatlik. Shu insonni she'rini o'zlarini, ukalaridan, jiyanlaridan she'rini so'rab, ancha-anchaga o'girganmiz. Sizni o'zida premyera qilish. Syomkasi ham bo'lmagan hali. Syomkaga tushdi. Bizga iqror degan she'ri bor, a? O, otamakonim, onajon o'lkam. Shunga yarasha muzika bertizib, shuni aytamiz, keyin o'yin kulgiga cho'zilib ketaveradi. O, dadamakonim, ayajon o'lkam, anjanim. Jonim to'shay soyangga. Senday mehribon yo'q, seningdek ko'rkam, rimlanishmasman mikrorayoningga. Mashaqda bir go'sha suv bo'lsa, mashaqda bir go'sha qirlar. Ashincha yurtni ko'rdim, ashincha taqdirlar. Qayerga borsam suya boshi tik tut deb, qamazlaring orqamdan margat qilib yurar. Ko'rdim suruvlarning eng ifloslarini. Yo poppaman, yo bir sodda kasman men. Parijning eng go'zal restoranlarini bitta qasan solsanga alishmasman. Rahmat, yangisi endi kichkunlarda telefonlar yuzini ko'radi, xudo xolasa. Uka baxtli bo'ling, endicha o'yinlar qilaylik, maqdan shunchasi o'ynaymiz deb kelgan. Ha. Yo'q, pul ukamay so'raylik. Ammo biz hamma yo'q o'zimiz bilan kelgan. Mana biz o'zimizga ham hofizimiz bor. Voy, ya'ni do'ppili bo'ri mashina. Sekin yetib borarkan sizlarga. Rahmat, salomat bo'ling. Bu nimaga chiqyapti, aytaydi. Bu borib 50 ming talikni maydalab keldi. 50 ming talik sharga pul kelib, maydalab keldi. Bu nima? Maydalashmay boshqa hayotdasiz. Yirik odam bo'ling hayotdasiz. Jigar, hamma yo'q o'zimiz bilan akalar, hofiz ham o'zimizda bor, pul teradigan ham o'zimizda bor. Videochi ham hammasi o'zimizda, qistiradigan ham o'zimiznikilar. Hammasi o'zimizda bor.